sovg'alarga keldik. Mana Jahon market do'konimizga o'z avtobusdan tushib bemalol ketamiz. Mana 35 tarafga tomon mana Sagdi taraf bemalol ketamiz. Men birinchi kelganim shogird paytimga mana shu ko'chalar kirib ketuvdim. Bemalol mana shu ko'chalarga katta bo'lganman. Bemalol mana shu Sagdiga degan birinchi o'rin men o'zim kelajam. Mana ustozim Xudo xohlasa ustozim yoniga boraman. Ana ustozim bo'lsa bemalol ustozimga ham savol javob qilamiz. Ustoz, rahmat sizga podishka qilganingiz uchun. Mana hunarimni o'rgatganingiz uchun rahmat sizga deb rahmat aytib ketaman ustozimga. Aziz muxlislar, kutib qolinglar. Tez orada Xudo xohlasa Sagdiga ko'rishib qolamiz hammamiz. Inshaalloh kutib qolinglar bizni.